Hammaga salom do'stlar. Mening yangi YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu yangi emas. O'zi anchadan beri video olmaganimga bu kanal sal qolsa yopilib ketardi. Men ismdan ham chiqarib yuboribman bu kanalni ochish video qo'yishni. Ko'rasizlarmi? O'zimni ham esimdan chiqib ketyapti. Bu nima deyishlarim? Mana hozir biz boshqa odamlarni yurtida onlayn o'ynaymiz. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, hozir qaytlarga kirganimni, ana shularni hozir mana shunda yutishga harakat qilamiz. Akalar, o'zingizlarda nima gaplar? Birinchi bo'lib o'zi sizlarni meni so'rasanglar endi yaxshi, sabab endi anchadan beri ko'rinmay qolganimni sababi ham katta sababi yo'q, xullas. Akalar, ko'ryapsizlar, o'zi anchadan beri shortslar qo'yayotgandim. Endi qo'yishni boshladim mana shu videolarni. Anchadan beri o'zi shortslar qo'yayotgandim. O'shanga mana hozir nastroykasi ham g'alati bo'lib qoldi. Nastroykasi yaxshi emas, men bunaqaga mo'ljallamaganman. Akalar, keyin bu hali ko'rganim ham yo'q qanaqa o'yinligini. Bayroqlar o'yin ekan bu. Hozir bayroqni olib qochamiz deganimda kim yutdi? Nimaga ruscha bo'lib qoldi? O'zim men ingliz tilini yaxshi bilaman, lekin rus tilini yaxshi bilmayman. Shunga seni qizilida. Kurdlar akalar headshot berdi. Akalar, bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Chunki shuncha harakat qilyapman. Hozir Counter'ni o'zi anchadan beri o'ynamadim. Oxirgi marta bir o'tgan yil kuzlarda o'ynadim. Shu bilan o'chirib tashlaganman. Hozir yana boshqatdan tortdim. Babram o'zimni holimda kuchayish ham yo'q, pasayish ham yo'q. O'zimni holimda. Endi unaqa o'zimni sinash uchun unaqa katta o'yinlarni o'ynayapman. Katta o'yinlar deganingiz nimasi desanglar, bu katta o'yin degani bu onlayn, botlar kam, faqat odamlar bilan o'ynash degani. Mana faqat kill qilyapman bu o'yinda. Netdan keladimikin? Yo'q. Xo'sh. Shark bot bor ekan, Shark mana. U ismini Shark qo'ygan. Bular ekspert ekan, bu botlar ham. Botlar o'zi nechta turga 3 turga bo'linadi. Birinchisi easy oson, ikkinchisi medium o'rta, yo'q. Keyingisi hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Yo'q, bu yerda bo'lmaskan, chunki bu onlayn o'ynayapmiz. Birinchisi medium, ikkinchisi medium. Birinchisi easy, ikkinchisi medium, uchinchisi normal edi. To'rtinchisi expert edi. Expert eng qiyini. Normal bu o'rtanchi. Killarda ko'raylikchi, kim birinchi o'rinda hozir ko'raman. Akalar, oldin ozgina kill qilib olaylik manetlarni. Birinchi o'rinda o'zimman. O'zim birinchi o'rinda edman. Keyingi o'yinni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi o'yinda nima o'ynashimizni, granatalarni nima olib yuribman, baribir otmayapman. Nimaga otdim mana hozir? 15 ta kill, 5 ta o'zim o'libman, demak 10 ta
o'ldirgan ekanman. 5 tani ayirib tashlasak. Uy. Hujum qattiq. Nikimni ko'rdinglarmi akalar? O'zi boy. Boy degani bu inglizchasida yozdim. Bu degani o'zbek o'g'il bola, boy o'g'il bola degani inglizchada. Inglizchani men bilaman. Yaxshigina bilaman men inglizchani. Qayerga ketyapsan, ukajon? Akalar, hozir keyingi o'yinda esinglardan chiqmasin, keyingi o'yinda nima o'ynashimizni yozib qoldiringlar. Xohlasanglar Minecraft deylar, xohlaganinglarni deylar, короче. Xohlaganinglarni o'ynaymiz. Xohlasanglar stand-up ham o'ynab beraveraman. Faqat PUBG gapirmanglar. PUBG ni men umuman o'ynagim kelmaydi, yoqtirmayman. Shuning uchun hozir counter o'ynayapmiz, shuning uchun counter. Agar prosmotri men shu videoni prosmotri ko'p bo'lsa, keyingi o'yinda ham balki counter o'ynashim mumkindir. Orqadan ot. O'zim komandodoshni otyapti. King of the Year. Yil qiroli. Oxiri yermidi? Hozir ko'raychi. King of the World. Dunyo qiroli. Hayotda qirol bo'lmagan. Nima? O'zinikini otyapti. O'zinikini otyapti akalar, o'zinikini otyapti. O'zinikini otib tashyapti. Men ham otdim unini. Bilganda meni otganini. Nima deydi? Kim edi? Vergulmidi bu? King of the World. Oh! Zo'r to'qnashga qoldi. Yigirma ikkita kir birinchi o'rinda hali ham men o'zim nomimni qo'yib turibman. Oy! Nima bo'ldi hozir? Akalar, xohlasanglar hozir baqa qanaqa kirganimni ko'rsataman mana. Chiqib ketaylik. Mana multiplayer degan mana yerda yozuv bor. Ana shuni bosamiz. Keyin mana online degan joyga kiramiz. Bu yerda hozir inglizcha chiqarmagan, ingliz tili qilmayapman. Xullas, keyin sozdat komandini agar komanda yaratmoqchi bo'lsanglar, sozdat komandini dunyo yaratmoqchi bo'lsanglar, agar boshqalarni yurtiga, random yurtga kirmoqchi bo'lsanglar, mana uni bosasizlar. Menga eng yoqqan personaj o'sha oq kiyimdagi. Akalar, hozir ko'rayotgan soatlarni necha? Hozir ko'rayotgan soatlar necha bo'ldi hozir? Hozir ko'ryapsizlar videoni? Nechida ko'ryapsizlar? Soat nechida? O'shani yozib qoldirsanglar, menga juda ham qiziq bo'lardi. Keyingi videoda xohlasanglar boshqa yana bir odamni ham chaqirishim mumkin, agar xohlasanglar. Agar xohlamasanglar yozib qoldiringlar. Keyingi videoga kimdadir qatnashtiring deb. Akalar, menimcha videoni vaqti ham bo'lib qoldi. Xohlasanglar hozir
Yo'q, FC'ga hozir yo'q, o'yna olmaymiz akalar. Mayli akalar, sog' bo'linglar. Mana bu hozirda 10 ta yo'q. 10 ta 13 nechta kill qildim? 22 ta kill qildim va 9 ta menimcha o'ldim. Va ko'ryapsizlarmi? Haligi narsani ham o'rganib olgan bo'lsanglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Akalar, xayr, hamma sog' salomat bo'lsin. Xayr.